Qirg'iziston xalq yozuvchisi Chingiz Aytmatovning Sarvqomat Dilbarim qissasida tom ma'noda hayotiy, maishiy haqiqat va muammolar tasvirlanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sarvqomat Dilbarim qissasida insonga xos eng muqaddas tuyg'ular, ishonch, sadoqat, mehr-muhabbat haqida so'z boribgina qolmay, balki o'sha davr qirg'iz xalqining milliy urf-odatlarining ham o'ziga xosligini ochib beradi. Asar qahramonlari Ilyos, Asal, Xadicha, Boytemir, Jontoylarning har birining o'ziga xos fe'l-atvori hozirgi kunda ham zamondoshlarimizning qaysidir birida takrorlanadi. Asal bilan Ilyos asar boshida tasodifan uchrashib, taqdir taqozosi bilan o'zaro turmush qurishadi. Lekin Ilyos o'z muqaddas oilasiga xiyonat qiladi. Ilyos Libachidagi avtobazada shofyorlik qilar edi. Uning Asal bilan uchrashishiga ham aynan shu sevimli ishi sababchi bo'ladi. Ilyos o'z ishini jonidan ortiq sevuvchi, unga muhabbat bilan qarovchi yigit bo'ladi. Asal bilan Ilyosning turmushining dastlabki yillarida juda ham baxtli yashaydilar. Ularning farzandlari bo'ladi. Unga Samad deb ism qo'yadilar. Ammo Ilyosning ishidagi muvaffaqiyatsizlikka erishganligi ularning oilasining dars ketishiga sababchi bo'ladi. Va bu orada Ilyosning hayotida u bilan birga ishlaydigan, dispetcherlik qiladigan Xadicha paydo bo'ladi. Xadicha bilan Ilyosning munosabatlari yaqinlasha borgan sari Ilyos bilan Asalning munosabatlari tobora uzoqlasha boradi. Ilyos bilan birga ishlaydigan Samad Xadicha va Ilyos orasidagi munosabatlarni Asalga aytib beradi. Asal bu holatdan qattiq xafa bo'ladi va uyidan bosh olib chiqib ketadi. Ilyos Asalni qidirib Asalning ota uyiga boradi, ammo Asalning onasi uni ostonadayoq haydaydi. Qaytib kelgan Ilyos Xadicha bilan turmush quradi va ular birga yashay boshlaydilar. Ammo biroz muddat o'tgandan keyin Ilyosning ko'ngli Xadichani tusamayotganligini har ikkalasi ham sezib qoladilar. Ilyos Asalni chin ko'ngildan pokiza tuyg'ular bilan yaxshi ko'rar edi va u Asalni qo'msay boshlaydi. Bularni anglab yetgan Xadicha ham endi ularning munosabatlari tugaganligini anglab yetadi va ular ajrashadilar. Ilyos yana o'z ishiga qaytadi. Ishlab yurgan paytida tasodifan Boytemirga yo'liqadi. Boytemir uni uyiga olib boradi va Ilyos u yerda Asalni uchratib qoladi. Ikkalasi ham bu holatdan hayron qoladilar. Garchi Boytemir hammasini bilib tursa-da, ammo ikkalasiga ham hech narsa demaydi. Keyinchalik Boytemir hattoki Asalning ketishiga ham roziligini bildiradi. Faqat hamma xohish istak Asalning o'zida bo'ladi. Asar yakunida Ilyos hayotga muhabbat bilan, yangi turmush qurish umidi bilan yakunlanadi. Sarvqomat Dilbarim qissasida qirg'iz xalqining ardoqlab tilga olinadigan ko'li Issiqko'l tarif ham keltirib o'tiladi. Har bir inson taqdirini o'zi hal qilish imkoniyatiga ega. Inson umri uzoq bo'ladimi yoki qisqa bo'ladimi, bu dunyoga keldimi, albatta bir yaxshilik qilishi, o'zidan yaxshi nom qoldirishi kerak. Vaqtinchalik hoyu havaslar, shon-shuhratga berilmaslik lozim. Zero bu dunyoda odamlardan faqat yaxshilik qoladi. Chingiz Aytmatov o'z asarlarini yaratishdan birdan bir maqsadi barcha davr kishilarini ezgulikka, yaxshilikka intiluvchi etib tarbiyalashdi. Axborot kutubxona markazimizga tashrif buyurib, ushbu asarni o'qishingizni tavsiya qilaman.